Buni o'zi akalar alohida bir ekranda. Bilasizlarmi? Yo'q aytganda, buni o'zi alohida yana bir tablo. Bu Qirg'iziston davlatidan o'tgan Matiz mashinasi. Matiz yilsa kerak, bu ham. Qizig'i avtomat korobka. Biz bunga gaz qo'yib berganmiz. Bu qator ko'rikka kelgan. Inshaalloh. Mashina rangi ham alohida bir o'ziga tortadigan rangdan ekan. Bardoviy qizil dedim buni. Orqasini qaranglar. Qo'yilmasizlar. Eng qizig'i savol akalar, Matizda nechta turi mavjud? Biladiganlar yozib olinglar. Necha xil turi mavjud? Men bunaqasini hali ko'rmagan ekanman. Bunga ham o'ziga xos qilib qo'yganmiz biz. Italianskiy shifter va basico ignadoga turbloklar bilan ular. Mashina 3 silindr bo'lishiga qaramasdan original narsa qo'yilgan. Matizga gaz qo'ysa bo'larmikin, pakalangan deydiganlar diqqatiga. Bu sizlar uchun mana Matiz mashinasi 3 portion. Bunga 4-paketni xotirjam muammosiz qo'yib berganmiz. Mashina eng qizig'i gaz yurib turgan holatda. Zapaskasi noni bo'lsa 35 litrli balon bilan ustunovga qilingan. Xoqlari ham işte o'zimiz Matizga o'xshagan. Ochganingizda zapaskasi nomiga 35 litrli balon qo'yib berganmiz. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim shuki, Matiz mashinasiga prostoy qo'yib, sasitib yurgandan ko'ra, Gazprom servisiga tashrif buyurib, original narsalar bilan hidi chiqmaydigan qilib, garantiyali qilib qo'yib berishlar mumkin. Sifatli xizmatlar bo'yicha quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi.